har doim yolg'iz yashaganman. Doim yolg'iz bo'lganman. Yolg'izlikka intilganman. Qayerdadir pana-pana joy bo'lsa, o'zimga o'zim maktub yozib qo'yganman. O'zimga o'zim gapirib yurganman. O'zim bilan suhbat qilganman. Yolg'iz degani eridan ajrash, xotin olma degan narsa emas yoki jamoaga kirma degani emas. Jamoalik ichida yolg'izlik. Men hozir mana shu joyda ham o'zimman aslida. U yana isbot. O'zimman aslida. Mana hozir men siz bilan gaplashayotganga o'xshayman, lekin men o'zim bilan gaplashyapman. Bu degani ancha men nazar qilib qo'yarman, yana tasavvuf adabiyotini o'qigan, umuman adabiyotni tushunadigan odamlar meni tushunadi. Anjuman ichida xilvat ichida o'zing qola olmak. Ya'ni odamlar bilan yashayverasiz, boshqa, lekin siz baribir o'zingizni eshitib turasiz-da. Men o'zimni eshitganim uchun mana shunday gapira olyapman. Siz hozir men sizni eshitsam, televideniyega mos gapirishim kerak yoki Jasur akani istagan gaplarni aytishim kerak deb o'tirardim-da. Shunaqa, ya'ni tushunyapsizmi? Yolg'izlikni juda ham qadrlayman va yolg'iz insonlarni qadrlayman. Demakki, u nimanidir izlayapti. Va bir gap bor-ku, yolg'izlikka o'rgangan odamni ketish bilan qo'rqita olmaysan deydi. Shunday. Kuchli insonlar ular demoqchisiz. Shunday.